Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda O'zbekistonning davlat tashqi qarzi qancha ekanligi hamda u qarzlar qaysi sohalarga qancha miqdorda yo'naltirilayotganligi haqida ochiq ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi. Pullar qayerga sarflanyapti? 2026-yil birinchi choragi yakunida O'zbekistonning davlat qarzi kreditlari 47 milliard dollarga yetdi. Bu 2025-yil mos davrga nisbatan 4,4 milliard dollarga ko'p. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi davlat kafolati ostida olingan kreditlarning 39,8 milliard dollari, 85% tashqi, 7,2 milliard dollari, 15% ichki qarz ekanini ochiqladi. Olingan qarzlar miqdorining asosiy o'sishi tashqi qarz hissasiga to'g'ri kelgan, 4,2 milliard dollar. Tashqi qarz taqsimoti. Davlat tashqi qarzining 19,7 milliard dollari byudjet taqchilligini qoplashga sarflangan. Vazirlik tahliliga ko'ra, qolgan mablag'lar quyidagi sohalarga yo'naltirilgan: yoqilg'i energetika sanoatiga 5,6 milliard dollar, transport 3 milliard dollar, qishloq va suv xo'jaligi 3,3 milliard dollar, uy-joy kommunal xo'jaligi 3,2 milliard dollar, sog'liqni saqlash, ta'lim, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari hamda boshqa sektorlar 3,6 milliard dollar. O'z navbatida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga 624 million dollar, kimyo sanoatini rivojlantirishga 607 million dollar berilgani bildirilgan. Eng yirik qarz beruvchilar. Davlat tashqi qarzining 22,3 milliard dollari, 56% xalqaro moliya institutlaridan olingan. Jumladan, eng yirik kreditlar Jahon banki bo'lib turibdi, 9,4 milliard dollar. Keyingi navbatda mamlakatning Osiyo taraqqiyot bankidan qarz qoldig'i 8,3 milliard dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga, O'zbekiston Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankidan 2,3 milliard dollar, Islom taraqqiyot bankidan 1,1 milliard dollar qarzdor. Davlat tashqi qarzining 11,6 milliard dollari, 29% xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlaridan jalb qilingan. Xususan, respublikaga Xitoy banklari 3,9 milliard dollar, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqa tashkilotlari 3,1 milliard dollar ajratgan. Qarzlarning 5,8 milliard dollar obligatsiyalar chiqarish orqali investorlardan olingan. Avvalroq Markaziy bank 2025-yil yakunida O'zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82 milliard dollardan oshganini ochiqlagandi. Shuning 40,5 milliard dollarini davlat, 41,7 milliard dollarini banklar va korxonalar korporativ jalb qilgani bildirilgan. Manba: daryo.uz sayti.